большие равно 30 bo'lsa ishlatiladi. Endi savol. Endi большие равно 30 bo'lsa, hali yoziladigan narsalar просто eshittirildi. Hozir bu teoriyani explain qilib bermoqchiman. Bu hamma uchun, orqadagi uchun hatto kichkinaroq bo'lsa sinasi qo'yiladi. Oxirida emas, boshqasi. Oson final examen. Sizlar o'ylaganingizdan ham oson. O'zingizga guvoh bo'lasiz. Почти hech qanaqa qilib qo'yish kerak. Midtermni где-то 3-4 barobar oson. Ko'pirtib bermayman. Hatto o'zingizga guvoh bo'lasiz. Xuddi shunaqa. Hop. Agar n bo'lishi 8 bo'lsa, biz sintaksda ishlatamiz. Hop, bunaqa case bo'lmaydi sizga. Official. Nimaga official bo'lmaydi deb aytaman? Sabab oddiy. Bu narsa o't bo'lingan sizga midtermgacha. Официально bo'lmaydi. Официально. Uni xotirlaydi. Bugungi tema test 10 balli savol точно bo'ladi final ekzamenda. 10 ball. Faqat reksiyasi qilish kerak o'ziga. Hop, birinchisi. Qachon test? Nimaga test? Test 30 dan menshi bo'lsa ishlatiladi. 30 nima? Number of samples. Number of samples nimaga kerak bo'lsa, hozir buni ham detalli explain qilaman. Hop, birinchi vнимание qaratishimiz kerak bo'lgan narsa. Test two sample examples da ishlatiladi. Two sample examples case ishlatiladi. Точно? Kimga непонятно? Two sample это что? Hamma savol bo'ldi. Two sample это что? Two sample nimaligini explain qilganman hamma uchun. Qarab tursangiz bo'ladi. Westminster'dan, допустим, 19 student oldi, средний GPA'sini hisoblab chiqdim. Hamma qaysi narsasi? Westminster'dan 19 student oldim, средний GPA'sini hisoblab chiqdim. Понятно? Одновременно NH-dan, допустим, 23 studentni среднийsini GPA'larni yozib chiqdim-da, a потом mu Westminster средний hisoblanib, mu NH средний hisoblanib. Понятно? Hop. Tanimni hisobladim. Nechta example, nechta kategoriya turibdi? Westminster NH. Ham bo'ladi. Westminster NH. Nechta kategoriya? Bu поэтому two sample. One sample не будет экзамена. Экзамена вообще не будет. One sample bo'lmaydi. Endi вопрос. Three sample bo'lsa-chi? Keladi, bitta narsani tushuntirib bering. Minimum tushuntirib bering. Hop, bu понятно. Westminster NH degan. Hop, to'g'rimi? Hop, допустим, yonidan Webster qo'shib qo'ysam-chi? Misol-chi. Nechtalik bo'lib ketdi o'sha? Uchtalik. Hop, Websterdan keyin yana Ninaman universitet nima bor? Ikkita farqi yo'q. Singapurskiy. M deysizmi? M deysizmi? Hop. Qo'shib qo'ydim buni ham, misol uchun. Nima bo'lib ketdi? 4 talik bo'lib ketdi. Bugungi tema faqat ikkitalik. Вопрос. Keng temaga introduction ketaman. Yoki o'tiraman keng tema. Xo'p, agar sizlarda nima bo'lsa, ikkitadan ko'p bo'lsa-chi? Ikkitadan ko'p bo'lsa, hamma uchun introduction ketaman keng temaga. Agar sizlarga ikkitadan ko'p bo'lsa, amalga ishlatasizlar. Ikkitadan ko'p bo'lsa, bo'ldi. 3tami, 4tami, 5tami, 6tami, 7tami farqi yo'q. Million berganlar, по-любому amalga ishlatiladi. Keng dars, ya'ni erta o'qib. Amal тоже test bor. Понятно? O'zingiz uchun ajratib olinglar. Demak, qachon test ishlatilarkan, o'zingiz uchun bilib qo'yinglar. Two sample examples. Faqat va faqat two sample examples. Ikkita kategoriya berish kerak. Hop, kategoriyani mamlaqa berib qo'yishim mumkin. Ahamiyati yo'q. Eshitasizlar? Mamlaqa nazvaniyada ikkita turishda mamlaqa sonlarni berib qo'yishim mumkin. Kategoriyani liba mamlaqa ikki xil kategoriya berib qo'yadi, liba mamlaqa. Bu row order deyiladi, bu column order deyiladi. Понятно? Ikkitalik berasa bo'ldi, test ishlatarkansiz. Bu birinchisi. Qoida. Endi ikkinchi qoida. Основной qoida. T-test bo'ldimi? T-test 2 ga bo'linadi. O'zi aslida ko'pchilik 3 ga deydi. Xo'p, o'zi 2 ga bo'linadi. Independent, dependent. Mana T-test nimaligini bildik. Endi T-testga chekib ketamiz. Independent, dependent. Independent
Одновременно ikkiga bo'linadi. Equal variance, unequal variance. Equal variance, unequal variance. Mana ikkiga bo'linadi. Dependent data bu ham ikkiga bo'linadi. Mana buni ham ko'pchilik ikkiga bo'lib qo'yadi. Yo'q, ikkiga bo'linmaydi aslida. Buni ham ko'pchilik ikkiga bo'lib qo'yadi. Yo'q, ikkiga bo'linmaydi. Dependent data faqat bitta bo'ladi, faqat bitta. Chunki ikkinchisi ham bunga false bo'ladi, tushuntiraman sizlarga. Hop, paired data bo'ladi. Tabiiy holat. Hozir bular qanday kelib chiqdi? Bunga qanaqa example keltirish mumkin degan savol. Hali men primerlar ishlamayman. Men просто introduction beraman temaga. Introduction. Hop, demak equal variance, unequal variance, paired data dedim. Ko'pchilik uchta deydi. Nimaga uchta bo'lib qo'ygan? Independent ikkiga bo'lingani uchun общий uchta bo'ladi. Paired, unequal, equal varianceligi uchun. Ko'pchilik o'shaning uchun uchta deydi. Endi qaranglar, miyani ishlatib ishlashi yo'li. Qanaqa bajarsak bo'ladi? Misol uchun, mana boyib bergan primerim. Xo'p, bo'ldi. Mana buni esdan chiqaramiz. Bu ertaga o'tiladigan tema ekan. Tushundinglar? Ajratib olish uchun. Nimaga buni ham hozir aytib ketaman? Qaranglar, saningizlar. Kategoriya ikkitadan ko'pmi? Demak, anova. Kategoriya ikkitadan tekis. Ajratib olish kerak ularni. Qo'shib berib qo'yishlari mumkin. Tushunyapsizlarmi? Qachon anova, qachon tekis ishlatish kerakligini bilishingiz kerak. Ikkitadan ko'pmi anova ishlatasizlar? Ikkitami demak tekis. Anova ertaga o'taman. Lekin ikkalasi bir-biriga o'xshaydi. Ya'ni, misol uchun, kategoriyasi misol uchun. Ishlash har xil, to'g'ri. Xo'p, Westminster Inha. Two different universities. Правильно? Boshqa universitetlar. Bu boshqa направление, bu boshqa направление. Xabaringiz bor. Misol uchun. Bir-biriga umuman dependent joyi yo'q, misol uchun. Bu independent data. Yep, one example, Westminster Inha. Bolalar qizlar, boya aytib ketdim sizlarga. N menshi равно 30 сказал. Esingizda boradi? Mana N 19 menshi 30. Правильно? Да, правильно. Xo'p, 23 30dan menshimi? Da, menshi. Mana nimaga test o'tgan? Bu birinchisi. Endi ikkinchisi. Qaranglar, bu independent data bo'ldi. Xo'p, tushunarli. Independentda sal logikani ishlatsa ham bilsa bo'ladi, chunki boshqa universitetlar. Endi savol sizlarga, qayerdan определиться qilsa bo'ladi, equalmi, unequalmi? Sizlar umuman определиться qilamiz. Bu dano bo'ladi, o'sha zadaniyada yozilgan bo'ladi. Use equal variance, use unequal variance deb yozib qo'ygan bo'lamiz. Buni sizlar separate qilolmaysizlar. Qayta va qayta aytaman. Hop, independentligini logически tushuna olasizlar, lekin hech qachon equalmi, unequalligini sizlar topa olmaysizlar. Sizlarga zadaniyada aytib qo'yilgan bo'ladi. Undan umuman bo'lmaydi. Yetganda, hop, nimadir o'zgartiradimi? Почти hech narsani o'zgartiradi. O'zgartiradigan narsasini keyin aytib ketaman. Hop, mana dependent data, to'g'rimi? Dependent data. Dependent dataga qanaqa example keltirish mumkin? Hop, 3 ta example keltiraman. Populyarning 3 xili bor. 3 xildan bittasi tushish mumkin paydatga. Birinchisi. Hop, Westminsterda nechta twinslar bor? Priblizitsiyalar 4 ta kurs bo'yicha. Yo'q, aytib ketishlaringlar. 13 ta twins deydi. Nima Westminster faqat twinlar bilan to'lib ketgan bo'ladi. Hop, 13 ta deydi. Twins nimaga bilasizlarmi? Da, Hasan Husan qiz bolasi nima bo'lardi? Okey. Tushundinglar bu? Demak, mana 13 ta twins berilgan. Hop, elder younger bo'ladimi? Tablitsa qilingan. Westminsterda otsenkalar. Misol uchun, yosh kattasini, yosh kichkinasini. Endi, misol uchun, Hasan Husan desa, yoki Fatima Zuhra desa, kattasiga biri, kichkinasi pastga yozilgan. Buni konkretno dependent deydi, chunki bitta ota-onaning farzandi почти parallelno tug'ilgan, и одновременно anaqa interestdan bir xil bo'ladi, почти. Способность video, oddiy qilib aytganda. Yetkazdi. Endi qaranglar, boshqa example. Bu twins dependentligi mana Hasan Husan ko'rinib turibdi, dependent deydi. Bu populyarning dependent case example. Keyingisi. Yana bitta example bor. 15 ta couples olingan. Hop, couples yomon meaningda tushunmaydi. 15 ta er xotin olingan. Misol uchun shu primer tushgan. Man, woman.
qancha ishlaydi, ishlasa, misol uchun qancha oylik topadi, ishlamasa 0 yozilgan. Hop, yoz chiqilgan. Это получается dependent data, chunki mana buni er-xotin, misol uchun. Oddiy qilib aytganda, er barcha ko'p pul topsa, ayol ishlamasa ham bo'ladi, misol uchun. Er kamroq topsa, ayol ham ishlaydi, misol uchun. Bir-biriga dependent joyini aytib keta olmaslik. Bitta family, bular bitta family, bular bitta family, er-xotin. Понятно? Вот, поэтому 15th couple, hop, two sample ki tushyaptimi? Aytgancha, mana buni esdan chiqarib qo'ymaylik. Two sample ki tushyaptimi? Da, two sample. Ikki xil kategoriya. Hamma tushunyapti? Hop, hamma detalni tushunyapti, xudo xolisa. Boshqa qiyin joyi yo'q. Mana ikki xil kategoriya. Problema вообще yo'q. Hop, problema qayerda bo'lishi mumkin sizlarda? Hop, problema mana endi 3-keysda bo'lishi mumkin. 3-keys нормальный problema. 3-keys o'lmasa Isakov bilan G'ulomaka Qosimjonovlar final examenda juda ham ko'p chiqishdi. 3-keysni payratga. Endi buni уже понятно. Shuni logikani ishlatsanglar ham понятно bo'ladi. Hop, keyingisi. Standard method, new method. Misol uchun, xabaringlar bormi? O'zim sentrum darslarni abituriyentlar o'qitaman, misol uchun. Aytaylik, standard method, new metodni tushuntirib yotaman, misol uchun. Birinchi, o'zim o'qitayotgan metodda, standart metod bo'yicha studentlarni otsenka qilib chiqdim, misol uchun. Hop, nechta odam tanlab oldim? Aytaylik, 13 ta odam tanladim, misol uchun. Birinchi studentim oti Alisher, misol uchun. Ikkinchisi Botir, misol uchun. Keyingisi Muhammad, misol uchun. Itaqdan yozilgan email, misol uchun. Men Alisher degan studentni birinchi standart metodda o'qitdim-da, keyin test oldim. Qancha oldim? Misol uchun 100 dan 83% oldim. Misol uchun. Keyin new metodda o'qitdim. 100 dan 92 oldim. Misol uchun. Keyin Botir xuddi shunaqa. Bu. Это тоже получается paired data. Paired. Почему? Eng главный, понятно, dependentligi. Bu ham nimaga dependent? Chunki bitta odam ikki yo'lga kirib chiqa oladi. Akasi bu bitta odam. Mana bitta desktop taktikani yodlab qolish. Dependent paired dataligi uchun bitta odam ham bu yoqqa kirib chiqadi. Понятно? Mana bu ham bitta odam ham bu yoqqa kirib chiqadi. Botir. Bitta odam. Bu ham bitta odam. Tushunasizlar? Paired data bo'lish uchun 3-keys eng ko'p berilayotgan keys. Agar bitta odam ikki oyga kirib chiqsa, это получается paired data dependent. Понятно? Hamma. Mana bu 3-keys. Основной paired bilan ishladim. Chunki paired bo'lmasa independent. Independent qaysi biri berilgan bo'ladi, uni nagle yozib qo'ygan bo'ladi. Problema yo'q. Bu faqat introduction hisoblanadi. Test. Endi savol. Nimaga introductionga shuncha vaqt vнимание qaratdim? Chunki birinchi savol berishlari mumkin-da. Qaranglar, 2 yil oldin bergan savollarni aytib beraman. Testni berib qo'yibdilar-da, mana qanday kesdi. Zadaniyani qaranglar, 3 ball berganlar. Which test is appropriate for this example degan. Mana misol uchun, mana qanday kesib berganlar-da. Zadaniyani 3 ball. Nima yozasizlar? Xo'p, mana shu introduction o'shaning uchun aytdim sizlarga. We have to use t-test because we are given two sample examples. That's why it's better if we use t-test instead. And also we have to use independent t-test or dependent t-test instead. Bu vaziyatga qarab bo'linib ketadi. Mana 3 ballni yozib berishingiz kerak bo'lgan narsa uchun men shuncha narsani gapirdim hozir. Tushundinglarmi? Which test is appropriate degan savolga javob olish uchun shuncha narsa yozdim hozir. Просто miyada eslab qo'ying degan miyada. Ana endi real exam qo'yishimizga kirib ketamiz. Hop, doskani bo'lmay o'chiraman, endi boshlayman ishlashni.
etamiz. Qaranglar. Mana bu balli realniy uxlatilgan case. Uxlatilgan case deyotganim skaner qilib, ochkida skaner qilib olib chiqaribdi sizga. O'tgan yili realniy Islom o'qituvchilarida qilgan studentlarga ertalabki sovuq. Uxlatilgan case. Da moqda ham shuni berib qo'yibdilar, adashmasam. To'g'rimi? Moq fayl tashlabdilar deb shuni aytmoqman. Hop. Endi nima qilamiz? Bunga fokus qilamiz. Nima berilgan, nima narsalarga konsentratsiya qilishimiz kerak. Detal ishlaymiz hosilalar bilan birga. O'chirsam bo'ladimi do'stlar? Yaxshi. Ani endi men misolga kiraman. Tushundinglar? Hali men misol bilan ishlamadi. Endi sizlar bilan birga ishlab chiqamiz. Osonni juda ham detskiy. O'zingizlar guvoh bo'lasizlar nima detskiy deyotganman. Qarab tursanglar bo'ldi. Aksincha, mashqda eshitishim kerak bo'lgan narsa bor. Nima narsa desanglar, bolalar, qizlar, bu tushadimi sizlarga? Independent equal tushadimi, independent unequal tushadimi, dependent pair tushadimi? Hamma tasvirlar bir xil ishlanadi. Hamma tasvirlar bir xil ishlanadi, bitta joyi farq qiladi, hozir uni tushuntirib beraman. Yana bir marta tushuntiraman. Bunda ham bir xil решение ketadi, bir xil, absolyutно bir xil. Hamma o'zi uchun bo'lsa, bir xil решение ketadi. Qaranglar. Buni t-testligiga hop, qaranglar. Mana bu точно t-test. Nimaga? Control bilan fokus bor ekan. Hamma ko'rdi? Hop, control nima ekan? Standard UE. Fokus nima ekan? New UE. Ko'rdinglar? Yangi metod, eski metod. Tushuntirib bera olaman hammaga. Yangi metod, eski metod bo'yicha turibdi narsa. Control fokus yozilgan. Demek ikki xil kategoriyaman. Mana qaranglar, grammacy two sample dedim. Two sample da t-test qilinadi dedim, to'g'rimi? Two sample mi? Da. Two sample. Ko'rib turibsizlar, problema yo'q edi. Hop, two sample berilgan ekan. Ana endi zadaniyaga kiramiz. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat beraylik. Boshqa zadaniyada o'qib olishimiz kerak bo'lgan narsa. Hop, demek birinchisida nechta customer ekan? 12 ta customer, keyinchi 15 ta. Mana 27 ta boshqa customerlar. Bitta klient ikki oy kirib chiqmagan. Men sizlarga hozir period deytida, misol uchun Alisher new metodni ham o'qidi, standard metodni ham o'qidi dedim, to'g'rimi? Unda period ishlatiladi. A bu yerda bitta customer ikkala metodga kirib chiqqanmi? Yo'q. Chunki mana boshqa 12 ta customer, mana boshqa 15 ta customer qayerda yozib qo'yibdi? Mana 27 ta customer ekan общий. Ularni ikki xil gruppaga bo'lib olishgan. Bitta odam ikkita joyga kirib chiqmagan. Mashtadan bir bo'lsa bo'ladi. Bu independent data, payet emas. Dependent emas. Endi savol etdim, men bu aytdim sizlarga. Bu independent dataligini bo'ldi, ko'rib oldik. Problema yo'q. Qayerdan ajratib olamiz? Equalmi, unequalmi? Variansmi? O'zi naqli mana aytib qo'ygan bo'ladi. Hop, qayerda aytib qo'ygan ekanlar mana. Variance over equal. Ko'rdinglarmi? Kontekstda aytib qo'ygan bo'ladi. Uni hech qanaqasiga sizlar topmaysizlar. Aytib qo'ygan bo'ladi. Mana. Demak, independent equal case ekan. Bo'ldi, bildi uni. Paired o'zi yozilmaydi. Labbe? Paired o'zi yozilmaydi. Piyal? Yo'q, paired. Paired yozilmaydi, da. Paired o'timiz, piyal deyishdim. Hop. Savol yo'q, hozircha. Yaxshi. Keling, mana qilaylik. Oldin men general case solution beraman-da, undan keyin решениеga kiramiz. Bo'ladimi? Yaxshi. Hop. Demak, 3 xil gipoteza bo'lishi mumkin. Faqat va faqat 3 xil. Yana bir marta qaytaraman. Faqat va faqat 3 xil. Hop. Demak, H0, H alternative. H0, H alternative. H0, H alternative. Birinchisi, bo'lishiga istiladi. mu1 minus mu2 bo'lishi 0. Buni противоположный знак nima bo'ladi? Противоположный знак.
menshigi ravno. Равно bu yoqda yo'qmi, bu yoqda bo'ladi. Keyingisi mu1 minus mu2 menshi 0 mu1 minus mu2 большее равно 0. Yetib bu menshi case deyiladi. Xo'p. Va oxirgisi mu1 minus mu2 не равен 0. mu1 minus mu2 bu naborot nima bo'ladi? Ravno 0 bo'ladi. Mana bu sizlar bilishingiz kerak bo'lgan narsa ekan. Faqat 3 xil ekan. Boshqacha qilib bo'lmas ekan. Hipoteza. Bittasi больше, меньше, не равен. Bolalar qizlar, ma'minga вообще fokus qilmaydi. Ma'mini противоположный знак. Tushunasizlar? H0 ga вообще fokus qilmaydi imtihonda. Chunki противоположный yozishni hamma biladi. Faqat va faqat H alternative eslab qolinglar. Больше, меньше, не равен ekan. Tushunarli bo'ldimi? Ana endi пример ishlaymiz. Xo'p, bizda qaysi case berilgan ekan? İmtihonni chizib olish yo'li. Qaranglar, chizib olish yo'li nima demoqchiman? Hop, gipoteza qilishimiz kerak-da. Hop, gipotezani qanaqa qilib qilar ekanmiz? Hop, давайте A zadaniyani o'qib olamiz. A zadaniyani hop, formulate the null and alternative hypothesis for testing whether mana boshlandi. The new UV yangi metod significantly reduce. Normally pasaygan bo'lish kerak ekan. Ko'rasizlar? Transaction time. Demak, new method nima bo'lish kerak? Menshi bo'lish kerak. Reduce deyapti. Hamma tushundimi? Keyin bo'ldi, ishlashni boshladik. Hop. New method esdan chiqarmaydi. New method menshi bo'lish kerak ekan. Odamning liniyasi doim H alternative deb yoziladi. Hozir qanaqa qilib yozaman, men tushuntirib beraman. Eng asosiysi fokus qilayotgan narsam. Demak, new method reduce ekan. Tushdi deyapti. Hamma ko'rgan bo'lsa, eng основной часть gipoteza o'zi. Gipotezani to'g'ri qilsangiz, u yo'q piece of cake bo'lib ketadi. Nima yo'q deyapman, hozir ko'rasizlar. Ana endi mana ma'lumga chiqaman. Mana ma'lumga mana shu joyni yaqinlashtirib ko'rsataman sizga. Manba standart metod ekan. Manba nima ekan? New. Ammo standart manba new. Hamma ko'rdi, nima yozib olganimni? Xo'p, yaxshi. H0, H alternative. H0, H alternative yozishni boshlayapman. Bolalar qizlar imtihonda chizib olish yo'li. Har doim o'xshaydi. Qarab turinglar, bitta chizib olish yo'lini o'rgataman sizga. Nima ekan sizlar? Hop, birinchisi control so'zi yozilganmi? Control bosh 3 tasini yozib qo'yib bo'ldi. 1-2 qilmaylar. Agar 1-2 qilsanglar interpretation yozish kerak bo'lib qoladi. Ya'ni yana ham ishlarni qiyinlashtirasiz. Bosh 3 bukasini yozib qo'yinglar. Indeksga. Indeks bilasizlar, bu seriyali indeks emas. Pastiga demoqchiman. Kichkina qilib yozib qo'yasiz. Hop, bu yo'g'igacha. Mu-ni yana yozasizlar. Hop, nima turibdi? Fokus mana yozib qo'ydim. Hamma tushunda birinchi bo'lib buni olaydi. Endi qaranglar, miyani ishlatinglar. Buni yozib oldinglarmi? Tepaga ham xuddi shuni yozinglar. Mana imtihonda xuddi shunaqa taktika bo'lsa, orasi shuni ochib qolsin. Hop. Endi biz gipotezani eslaymiz. Qaysi metod kamroq bo'lsa deyapti? New method kamroq bo'lsa deyapti, to'g'rimi? New method significantly reduce degan edi. Hamma o'qidimi o'sha sentence hozir ko'rganda? New method focus ekan. Focus menshi bo'lsin deyapti. Endi savol sizga. Focus menshi bo'lsin desa, znakni qayerga qarating? Logikani ishlatib berishlar. Xo'p, focus menshi bo'lish uchun bu bo'lishi kerak. Focus mana o'shani menshi bo'ldi. Focus new method edi. Qayerdan qo'yganimizni hammaga понятно bo'ldimi? Absolutно hammaga. Yana bir marta qaytaraman. Focus bu new method ekan. New method reduce bo'lish kerak. New method menshi bo'lish kerak. New method menshi bo'lish uchun bu bo'lishi kerak. Standart metod, to'g'rimi? Yaxshi. Imtihonda chizib olish yo'li deb nimani aytmoqchiman? Chizib olish yo'li. Mana противоположный знак mana qami? Shuni qo'yib olaylik. Hamma shuni qo'yib olsin. Keyin hammaga katta qilib ko'rsataman. X больше 4 turibdi. Mana. Misol uchun hamma вступительный ekzamenga tayinlangan. Xo'p, to'g'ri diapot qilsanglar nima bo'ladi?
x minus 4 znak o'zgarmaydi, hech narsa qolmasa nima yoziladi? 0. Xo'p, buni bekorga ho'kizdek qilib ko'rsatmadim. Imtihonda chizib olish metodi davomida birinchi shuni qo'yinglar. Deb keyin qiladigan ishlar. Xo'p, bu yoqqa o'tadi. Nima bo'lib o'tadi? Minus bo'lib o'tadi, znak bu yoqqa o'tadi. Mana 0. Mana bu yoqqa o'tdi, mana. Imtihonda chizib olish. Shunday hodisa bo'lmaydi. Ko'rdinglar? Oldin yozib oldik. Bu ham xuddi shunaqa taktika. D minus bo'lib o'tadi, znaki mana bu yo'lda o'tib qoladi, 0. Qayerdan kelgani hammaga понятно bo'ldimi? Odamning мненияsi doim mana bunga yoziladi. Bu imtihonda chizib olish. Mashinga 2 ball, 3 ball beryapti. Mana sizlarga oddiy detskiy taktika. Har doim ishlaydi. Либо больше кейсlar, либо меньше кейslar, либо different кейs. Different bo'lsa, neragini qo'yasizlar. Mana bu keys bo'ladi. Radius sinonimlar nima? Lower bo'lishi mumkin yoki yana boshqa so'zlar bo'lishi mumkin, bilasizlar. More so'zlarni bilasizlar. Xo'p, neragini so'zlari are not the same bo'ladi, different bo'ladi, distinguish bo'ladi. Shuni mana bu znak o'zgarmadimi deb qo'yganda? Hech qanaqa o'zgarmaydi. Mana bu znak o'zgardimi? Elementariy matematika. Xo'p, bu yoqqa o'tgandan keyin znak o'zgarmaydi. Faqat mana bu plus 4 bo'lsa, bu yoqqa minus 4 bo'lib o'tadi, bilasizlar. Mana bu bo'lishi znakligicha qoladi. Chunki mana bu narsani menimcha bilmaydigan odam bo'lmasa kerak, xudo xolasa. Oramizda. Men tilabdan gipotezaga katta vнимание qaratyapman, chunki mashqda hamma narsa yotibdi. Agar bu xato bo'lsa, polni hammasi xato ketadi. To'g'ri, ikki balli zadaniya, lekin mashinaga qarab ishlanadi. Eng yomon tomon. Qiynaldinglarmi hozircha? Prям idealni tushunasizlar, xudo xolasa. Chunki idealni tushunmasanglar, 10 balldan 10 ball ololmaysizlar. Hammasi orasin savolni. Oson, bitta ham calculation qilmadim. Yana bir marta qaytaraman. Hozircha bitta ham calculation qilmadim. Provide detailed nima turibdi? Hop, ko'rdinglarmi? Biz zadaniya o'tdi. Provide the detailed list of assumptions and conditions necessary for the valid inference. Hop, inference. Da inference. Hop, qaranglar, nima qilishimiz kerak? To'rtta assumption bor. Yoz qo'shishimiz kerak bo'ldi. Normality, linearity, misol uchun men uni sizlarga screen qilib tashlab beraman. Просто teoriya, hozir dars oxirida ko'rsataman. Tushundinglar? Просто teoriya. Teoriya ham tushunadigan ko'rdinglarmi? Tasavvur qilinglar, section 6da teoriya tushunyapti. Xo'p. Hammaga tushunarli bo'ldi. List of assumptions. Oxirida men uni slayddan o'chaman-da, shuni rasmga olasizlar, demak o'sha yerga yozish kerak ekan. Teoriya. Normality, linearity, non-multicollinearity, hammasi testing. Hammasi nenormalniy so'zlar qulog'ingizga eshitilyapti. Uni просто rasmga olib yodlab olasizlar, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q, boshqa anaqasi teoriyasi yo'qmi? Endi qaranglar. Men одновременно seni qilmayman deb daga o'tib ketaman. Sabab nima? Seni oxirida qilmoqchiman. Sen oxirga olib qo'ydim. Sizlar imtihonni oxirga olib qo'yinglar demoqchi emasman. Men hozir mana buni tugatib beraman deb, undan keyin seni qilaman. Tushundinglar? Nima demoqchiligimni? Yaxshi. Xo'p, demak, bitta narsani o'chiraman. Men x bo'lishi ishtirigini o'chiraman. Boshqa narsalarga o'chirmayman. Bizlar bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Qaranglar, hamma fokus qilsin, hamma, absolutno hamma. Bizlar bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Lombay hard qilinglar. Iltimos tushinglarga ham kirib chiqsin. P value mana bu katta qilib yozaman. Bo'lishi alfa. Birinchi menshini ko'rsatib qo'ying. P value menshi alfa bo'lsa, reject h0 yoziladi. Reject h0. Bu qoida. A P value bo'lishi alfa bo'lsa, demak fail to reject yoziladi.
Bu nimani обозначать qiladi? Men oxirida aytaman, hozir emas. Bu просто sizlarga shablon qilib yozib qo'ydim. Har doim ishlatamiz buni. Always. Endi to'xtaylik, bitta narsani tushuninglar. Nimani tushuninglar? Mana shu yerda ko'pchilik kalla qo'yapti. Nima kalla qo'yadi desanglar, hamma uchun tushuntiraman. Больше case beriladimi, menshi case beriladimi, neradil case beriladimi, hamma eshitsin. Bu formula never ever change. Never ever change. Qaysi case bo'lsa. Tushunali? Xo'p, yaxshi. Bizda dil zadaniyasiga o'tib ketdik, eng kattaroq zadaniyasiga o'tib ketdik, chunki hozir buni qilib keyin bunga o'tmoqchimiz. Based on p-value, decide out about the null hypothesis, interpret the finding and practical terms of impact of the new UI on purchase of transaction time. Hop, demek, hammasini ko'rsatib bergan bo'ladi. Hop, yaxshi. Dana qilamiz. Sizlar bilan birga. B-dan shuni o'tib ketdik. Hozir nimaga o'tib ketganimni yana ham dasturlarni tushuntiraman. Hop, D-ga keldik. D. Nima qilasizlar imtihon paytida? Birinchi o'rinda imtihon paytida qiladigan narsalar p-valuesini yozib olish. P-value nima ekan? P-value 0. Qayerda yozilgan bo'lar ekan? Mana hop, sizlarga detalli tushuntiring. P-value mana bunaqa yozilgan bo'lar ekan. 0.30 и 23.12. Ko'rdi hamma? Endi qaranglar. O'tgan yilgi referendumda mana bunaqa p-value beriladi. Hop, buni ham ko'rsatib ketishim kerak sizlarga. P-value значениеsi 2 minus 16 edi. Mana buni yozib qo'ydim. Buni ham ko'rsatishim kerak hamma uchun. Bu nima? To'g'ri, hozirda yo'q, referendumda bor edi. Bu degani mana shuni yozasizlar, 0.30 yozasizlar, 3 tochka qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. Chunki 0.16 0 22 deganda bu. Hayotdan zerikanda 16 0 yozib chiqmaydi. Oldin aytaman. Bu по-любому 0 deb 0 yozib qo'ymaydi. Bitta 0 yozib qo'ymaydi. 0.30 и 3 tochka bilan mana case beramiz. Buni hamma uchun pravilo qilib aytaman. Learn by heart qilish kerak ekan. Понятно? Mana hadi output berib qo'ysa. To'g'ri, bu yerda berilmagan, lekin referendumda berilgan edi. Yetkanda. Hop, davom etamiz. Hop. Davom etamiz. P-value ketdi. P-valuedan keyingisi. Hop, buni bo'ldik. P-value turibdi. Hop, P-value bilan alfani сравнить qilamiz. Hop, alfa qayerda beriladi? Zadaniyada beriladi. Mana use alpha 0.01 dot. Ko'rdingizmi? Alfa nechga? 0.0 1. Alfa получается 0.01 ekan. Buni hamma ko'rdimi? Hamma ko'rdi. Alfani berib qo'ydi. Alfa получается 0.01. Bo'ldi, problema yo'q. Endi keyingi problema qayerda? Hop. Yo'q, reject. Keling, men o'zim ishlayman. Alfani yozdim, buni yozdim. Endi yozaman buni 0.30 23 12. Hozir ishlab bo'lganimizdan keyin bilasizlar. Yo'q joydan musor narsaga, bitta ham calculation yo'q narsaga sizlarga 10 ball beryapti deb. Hozir qilib bo'laylik, ko'rasizlar. Hech qanaqa calculation qilmayman, qaytishdik. Seldan boshlayman. Mana bu 0.01 yozyapman. Mana. Ketma-ketlikda birinchi p-value, keyin alfa. Buni qaysi birini to'xtalganini topish uchun birinchisini tekshirib bo'lsanglar bo'ldi. Qayerga znak qo'ying? Hop, demak, men bu tomonga znak qo'yishim kerak, ko'rib turibsizlar. Znakni to'g'ri qo'yib bersanglar bo'ldi. Agar bu znak bu yoqqa qaragan bo'lsa, demak qaysi case'ga tushyapti? Birinchi case'ga tushyapti. Sizlar ham yozasizlar. Nima? Rejection. Ana endi yozib beradigan narsalar qaranglar nima? Ana endi hamma qarab tursin. Ana endi gipotezani yozib beramiz. Hamma qarab tursin. There is enough information. Now information that desiladi. Mana there is enough information that desiladi. Hop, keyin mana gipotezani ko'chirib berasizlar. Gipoteza esiladami? Boya qilganmiz. Reduce degan edi-ku. Mana kamroq bo'lishi kerak edi. Esinglarda? Hamma esda bor. O'sha sentence ko'chirib berasizlar. Copy paste qilib berasizlar. Copy paste oxirigacha. Hisoblanadi.
Demek boshladim. Nima yozilgan? The new UI significantly reduces transaction mana shu narsaga full ball beradilar. Mana shundan to'xtaylik, yana bitta narsani og'zaki ketib ketdik. Og'zaki uznov. Если наоборот получается, какой часть изменяется? Например, это 0.9 или 0.1. 0.1 больше 0.01. Точно? Нема o'zgaradi. Второй кейс будет, правильно? Вместо reject h0 nima yoziladi? Fail to reject. Fail to reject. Hamma eshitsa yaxshi. Endi nima yoziladi? Fail to reject h0 yozildi. Fail to reject h0 dan keyin nima yoziladi? Fail to reject h0, a потом yoziladigan narsa there is not enough information. Nima so'z bo'larkan? Только mana not so'zi bo'ladi. Not enough information. U yog'i o'zgarmaydi. Never change. Faqat va faqat ikki xil case bo'lishi mumkin. Bo'ldi, ответ. Yo ani gapi to'g'ri, mashinika gapi, yo mashinika gapi noto'g'ri chiqdi. Boshqa narsa yo'q. Tushundinglarmi? Yoki there is not enough information chiqadi sizlarda imtihonda. Yoki there is enough information deb chiqadi, gipotezani ko'chirib berarkansizlar. Hop, hali hech narsani rasmiy olishga ruxsat bermadim. Shu oxirida rasmiy olasizlar. Hop, hozir nimaga yana fokus qilishimiz kerak? Men seni tashlab ketdim, to'g'rimi? Seni. Hop, seni ishlaymiz sizlar bilan birga. Yana bir marta aytaman. Seni sizlar bilan birga ishlaymiz. Hop, seni qayerga ishlaymiz? Mana masjid joyiga. Sen. Mana endi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bor, o'z ko'rsataman. Birinchisi, mana. S bu nima? Standard deviation. Standard deviation topgan deyapti-da. Xo'p. Qaranglar. Formulani yozaman-da, keyin ishlashni boshlayman. Bitta masjidda calculation bor. Qaranglar, D0 вообще yozmanglar. D0 это 0. Always. Har doim. x1 minus x2 yozilgan ekan. Hop, keyingisi. Bundan ko'ring chiqarsanglar nima bo'ladi? S so'zi bo'ladi, xabaringlar bor-a? Yaxshi. Ani ho'kizdek ko'ring, qolganlarda turaveradi. Nima turibdi ichida? 1 zilonni n1 plus 1 zilonni n2. Hamma ko'rdingmi shuni? Yaxshi. Xo'p, bu formulani yozib oldim. Mana. Bu formulani yozib olgan bo'lsam, zadaniyaga qaytaman. Mana qaranglar, nima turibdi? Using the T statistical and sample means provide in our output, calculate the standard error. Hamma ko'ryaptimi? Standard error это S. Hop, standard errorni calculate qilgan vaqtida, hop, nima qilamiz? Mana nenormalniy outputlardan foydalanamiz. Chirigan output. Hop, endi qaranglar. Bitta oddiy logika o'rgatdik, sizlarga hamma bilsa kerak, menimcha. Hop, 20 ravno. Hop, 20 emas, 5 ravno deydi. 5 ravno 20 делим на 4. Buni hamma biladimi? Hamma biladi. Men bekorga buni oddiy narsadan example keltirmayman, chunki mana shunaqa qilib eslab qolsa bo'ladi imtihon. Chizib olsa bo'ladi, yo'q narsadan. Hop, 5 bilan 4 change qilsam bo'ladimi? 4 ravno 20 bo'lingan nima bo'ladi? 5. Nima demoqchiman? Mendan S so'rayapti, standard error. Bu bilan buni o'rnini almashtirib olmoqchiman. Тогда получается формула S P равно. Hech narsa o'zgarib qolmaydi, faqat S bilan P ni joyi change bo'lib qoladi. Esingizda qolish uchun aytaman. Yoki yodlanglar derdim. Yo'q, yodlagandan ko'ra logikani ishlatgan foydaliroq. Mening fikrim. Chunki o'z yodlaydigan narsalar bor, ar bo'yicha. Mana T yoziladi, ho'kizdek ko'ring. Hop, 1 zilonni n1 plus 1 zilonni n2. n1 n2.
tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, ma'mur degan informatsiya yoziladi, bu kerak emas. Bizga chalg'itadi, hozir o'chirib tashladim. Xo'p, qanday informatsiyalarni qayerdan olamiz? Mana shu joyi bitta mana shu joyi calculation. Faqat hamma narsalarni narxga berib qo'yganlar. To'g'ri qo'yib bersanglar bo'ldi o'rniga. x1, x2 bu x1, x2 bu min. Min ya'ni average degani. Average mana narxga berib qo'yibdilar. Mana means of x, mean of x, mean of y. Hamma ko'rdingmi? Bolalar, qizlar, bitta narsaga fokus qilinglar. Ma'lumot kattani, kichkinani ahamiyati yo'q. Kattadan kichkinani ayirmanglar. Birinchisidan ikkinchisini ayiringlar. Tushunyapsizlarmi? Birinchisidan ikkinchisini ayiraylik. Change qilish mumkin emas. To'g'ri, hozir men sizlarga kattadan kichkinani ayirayotganingiz tuyulishi mumkin. Yo'q, uni qoida yo'q. Minusli chiqsa ham farqi yo'qni, u san ishinglar emas. Demak, kattadan kichkinani ayirib, kattadan kichkinani emas, birinchisidan ikkinchisini ayiraylik. Imtihonda ham. Demak, birinchisidan ikkinchisini ayirsam, 824 dan nechini ayiraman? Minus qilaman 526 ni. Keyin T necha? Mana T. Shtritsel necha? 0,3. Tochkadan keyin ikkitaga chaqiruvli qildim. Ho'kizdek ko'ring. 1 делённый n1, 1 делённый n2, to'g'rimi? Yaxshi. n1, n2larni qayerdan olamiz desanglar, mana bundan olasizlar. Mana birinchisida 12 ta, ikkinchisida nechta? 15 ta. Mana bu yerda zadaniyada ham berib qo'yilgan. Demak, 1 bo'lingan necha? 12 plus 1 bo'lingan 15. Hop, mashina atvetini detalni chiqarib berasizlar, yo'q joydan full ball calculation. Mana shu calculationning atiga. Bu calculation emas, bu kalkulyatorda knopkani to'g'ri bosish deyiladi bu. Faqat. Hamma chiqarib bera oladimi, yo'q buni ham o'rgataymi? Hamma biladi. Tag'inchi ijod qilmaylar, общий сравнение qilib, yo'q qilib o'tirmaylar, kalkulyatorda shunday bo'ladi, bo'ldi. Ijod qilmaylar bo'ldi. Пожалуйста. Shunday kalkulyatorda bo'lib ketadi. Bu hamma uchun bo'ladi. Endi assumptionni ham ko'rsatishim kerak sizlarga. Xo'p, assumption qanaqa edi? Xo'p. Assumptionni berganman. Assumption olsun ben bergan sizlarga topib ko'rsataman shuni. Mana normality, linearity, non multicollinearity, homoscedasty. Yodda bo'lsa, osonda. Normality normal bo'lishi kerak, linearity linear bo'lishi kerak, non multicollinearity bo'lmasligi kerak. Ammo linearlik so'zni yodlab olinglar bo'ldi. Homoscedasty. Başta hammasini yozib bo'lishimiz kerakmi? Конечно. Hop, endi o'qinglar. Bu o'tgan yil real bo'lganda, hop. Mana shu ekzamenni bor yo'qmi? Osonmi? Yo'q, detski. To'g'rimi? Yaxshi. Endi bitta narsada bu yerda so'ralmagan. Endi bu yerda so'ralmagan narsalar, lekin sizlarning imtihonda so'ralishi mumkin bo'lgan narsalar. Boya esinglardan men bitta narsani aytib ketdim. Hammasida pairitmi, independent equalmi, independent unequal variansmi, farq yo'q, hammasi bir xil ishni dedim, to'g'rimi? Bitta kichkina not tomon bor, kichkina joy farq qiladi, to'g'rimi? Nima joy farq qiladi desanglar, hop, bu yerda umuman so'ralmagan, endi sizlarda imtihonda so'rashi mumkin. DF degani degree of freedom. Degree of freedom uchalasida 3 xil. Bu yerda so'ralmagan. O'tganlar. Lekin bu degani sizlarga ham so'ralmaydigan emas. Modullardan hamma narsa kutsa bo'ladi. O'shaning uchun worst case'ga tayyor turishimiz kerak. Bitta va faqat bitta farqi bor ekan. Degree of freedom uchalasi 3 xil ishni ekan.
qo'ygan joyi bir xil ekan. Absolutely bir xil bo'ldi. Degree of freedom. Degree of freedom birinchisi. Hop, equal variance. Qanaqa ishlanadi? Unequal variance nima qilinadi? Oxirgisi nima edi? Paylikda qanaqa qilinadi? Buni formulasini beringlar. Formula paperda berilmaydi. Misol uchun, agar so'rab qolsalar, agar degree of freedom so'rab qolsalar, mana qaranglar qanaqa qilinadi. N1 plus N2 minus 2. Yo'qda bo'lsa bo'ladi. 12. N minus 1. Bo'lmasa, keling, mana shu bitta amal qo'yaylik, sizlar bilan birga. Xo'p, bizning keysimiz bo'yicha degree of freedom nima chiqadi? To'g'ri so'ralmagan. So'ramaganlar, biz qilib zadaniya, so'ramaganlar, lekin biz qilamiz. Tushundinglar? Degree of freedom. Nima yozishim kerak ekan? N1 plus N2 minus 2. To'g'risi. Birinchi qatorda nechta bor? 12 ta. Ikkinchi qatorda nechta bor? 15 ta. Minus 2. Bu 25 chiqishini yosh bola ham biladi. Misol uchun, bizniki equal variance-midi? Da, equal variance edi. Qattan bildim u bering bo'lib aytolman. Mana yozib qo'yibdi narxi. Mana variance bor equal. Aytdim, lekin yozib qo'ygan bo'ladi dedim. Uni hech qachon topa olmaysizlar sizlar. Endi qaranglar. Mana buni tushuntirib ketiy og'iz aka. Esinglardan masalan 13 ta twins dedim. Esinglarda bor-a? 15 ta couples dedim. Esinglardan mana hop, mana shu joyda studentlar kalla qo'yadi. Naglaydi kalla qo'shini. Bolalar, qizlar, misol uchun 13 ta twins bo'lsa, atvet 13 minus 1, 26 minus 1 emas. And number of pair. Ikkitasi bitta hisoblanyapti. Tushunyapsizlar? Mana bitta farqi. Mana endi nima ekan? Общее количество olinmas ekan, number of pair olinar ekan. Pair nimaligini bilasizlar? Yaxshi. Demak, 15 ta couple berilsa nima qilinar ekan? 15 minus 1 qilinar ekan. Xo'p, endi savol. Degree of freedom unequal-dachi? Unequal-da bizda qilinadigan narsa bu nagli berilgan bo'ladi. Nimaga degan savolga javob. Chunki buni formulasi ho'kizda buni ishlaymiz. O'zlari aytdi. Buni formulasi juda ham ho'kizda. Xo'p, ko'rishingiz uchun. Mana, unequal variance. Degree of freedom. Hop. Degree of freedom formulasi juda ham ho'kizda. Ko'rasizlar. Yetmaganiga C-ni topish kerak. C-ni ho'kizda narsa bilan ishlatib topish kerak, manimga qo'yish kerak. To'g'risini aytganda umrlar o'tib ketadi. O'zlari aytganlar, naql aytganlar. Agar degree of freedom unequal variance beradigan bo'lsam deganda, degree of freedomni naqli o'zim berib qo'yaman deganlar. Tushunyapsizlarmi? Buni ham bilib olishimiz kerak ekan. Demak, ikkitasida calculation qilishimiz mumkin. Esdan chiqarmanglar. Chunki o'tganlik so'ramadi. Bu degani bo'ylam so'radinglar degani emas. Tushunolmaylik shuni. Tushunyapsizlar? Yaxshi. Bu 2020 hop, 2024. Endi bizda yana variant bor. Nima variant desa 2023. 2023 ham realiy uxlatilgan ko'rasizlar. Qayerda rasm yo'qmi, xudo biladi. Lekin akkuratni olgan. Hop, yaxshi. Bunaqa bo'ldik. Endi buni ham qilamiz sizlar bilan birga. Hop, 2023 realiy uxlatilgan. O'chiravering. O'chiravering. 10 so'm ekanmiz zadaniya. Men nimaga 10 soat tushuntirdim? Chunki gapiradigan narsa ko'p deb o'tdi. O'zi misollarcha olsam, ishoninglar, bu misolni ishlasanglar 3 minut, 4 minut ketadi. Nari borsa.
Qarab ko'ramiz, hozir qancha vaqt ketar ekan. Ana endi sizlarda baza bor deb imagine qilaman. Mana shuni ishlaymiz, chunki sizlarda o'sha baza bor. Sample petal yotibdi. Hop, telefoningizda yaqinlashtirib qarashingiz mumkin. Appropriate hypothesis. Hypothesis mana bu deb berilgan ekan. Qaranglar. Aytgancha variance nima ekan? Equal ekan. Undan keyin was there a significant difference between the sepal and petal lengths dot? Mana gipoteza. Nima so'z turibdi? Difference bo'ldi. Men yana ishlatamiz. Qaranglar. Imtihonni chizib olish yo'li boya aytdim sizlarga h0 h''ni tepada ho'kiz 0 yosh harakat qolmoq qat'iy ko'rinish uchun. Mu sepal, mu ikkinchisi nima edi? Petal. To'g'rimi? Yaxshi. Nima bo'lish kerak? Qaysi biri katta bo'lish kerak? Linear bo'lish kerakmi? Linear bo'lish kerak. И buni nabrot znaki равноmi? Hop, nima dedim? Imtihonni chizib olish yo'li boy men ho'kizdek ko'rsatgan mislidan x bo'lishi to'g'ri qiladi. Xuddi shuni ishlatasizlar. Oson bo'lsa oson deb imagine qilinglar. Mana qaranglar. Bo'ldi, bu yozildi. Hop, imtihonni o'chirib turamiz. Minus bu bu yoqqa o'tib qoladimi? Hech narsa qolmasa nima yoziladi? 0. Minus hech narsa qolmasa nima yoziladi? 0. Imtihonni ham shunaqa qilib qo'yinglar. Понятно? Birinchi kelganda birinchi, ikkinchi kelganda ikkinchi qo'yinglar. Mana mashinga yo'q joydan 2 ball beryaptilar. Listen condition. Conditiongacha mana qaraydigan bitta zo'r yo'l edi. Imtihonda anom yo'q demasanglar zo'r yo'li bor yana. Hop, nima zo'r yo'li desanglar, hop uni ham aytaman. We have to use t-test for this example because we are given only two sample examples, and we are given independent case and also we are given equal independent case. That's why it's better if we use t-test, independent and equal variance test. Deb qo'ysanglar normal. Nobodo anu isiga kelmasa. Bunga ham partial beradi. O'zim gapiraman. Biz ham ha? To'rtta so'z emas. Definition bilan. Конечно, bitta to'rtta so'z yozib ketolmaysiz, o'y. Buni ham yozib qo'yaveringlar. T-test ishlatyapmiz. Bizga ikkitalik berilgan, independent berilgan, equal case berilgan. U yoq bu yoq. Tushundinglar? Yetganlar? Yaxshi. Endi qaranglar, u yoqqa o'tadigan bo'lsak, qaranglar. Buni prosta ignore qildik. Calculate the sample mean of the sample and petal length. Mana bu endi qiyin. Qaranglar, modulida berayotgan savollarni u gap yo'qligida qarashing. Nimaga degan savolga javob. Qaranglar, sample bilan petalni nimasini so'rayaptilar? Meanni so'rayaptilar. Mana turibdi, copy paste qilib berishni qo'llayaptilar. Mana yozib qo'yibdi. Mean 584. Demak, yozasizlar. Demak, mean nimaniki? Sample. Nechta? 584. Mayli, modulida anaqalar bo'lmasin, hammasini yozib qo'ying. Nima kerak sizlar? Misol uchun, copy paste qilish hamma biladimi? Mashinaga 2 ball beryapti. 2023 real imtihon misol. To'g'risida. Hop, men mana imtihon oson o'tgan sababi petalni ikkinchisi. Hop, petal qancha ekan? 375 8 bo'ldi, nima ekan? Hop, yetganmi? Mashina ko'chirish ketyaptilar. Hop, osonmi? Вообще oson. Hayır, daslayman. Muhammad kimga qarab tursin? Hop, keyingisi. Hop, nima so'rayaptilar? P-value bilan interpret qilish so'rayaptilar. P-value naqli berib qo'yilgan. Mana endi qaranglar, bu yerda aniq narsa kelganda, mana 2023 da ham bor ekan, ko'rdinglarmi? P-valuesini qaranglar, qanaqa kichkina значение mana. Hamma ko'rdingmi? Hop, nima qilish kerak? Mana shu частida, hop, modulida so'rib chiqish shart emas. P-value yoziladi. Mana shu sonni yoziladi. 2,16 yoziladi. Keyin undan keyin 0, masalaga bitta qoida o'rgataman. 3 ta 0, 3 точка. Olibda garchilik qilib prosta 0 yozib qo'ymaydi. Mashina o'rganinglar и всё.
Yozaylik keyin u yog'i 0.003.alfa 0.05 ekan. Qayerda berib qo'yibdi 0.05 ni? Mana alfa 0.05 ekan. Buni ham hamma ko'rdi, to'g'rimi? Yaxshi. Qaysi biri katta? Xo'p, demak, yosh bola ham biladi, bu yoqda ham katta. Nima yoziladi? Rejection rule. U yog'i there is enough information that izladi. Xo'p, nimani ko'chirib berasizlar? Hypothesis sentence'ini ko'chirib berasizlar. There was significant difference between sepal and petal links. Hamma tushundimi nima deganimni? Absolutely hamma tushundi. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi nima qilishimiz kerak? Bo'ldi. Xo'p, men 3 tochka qo'yib qo'ydim. Sizlar 3 tochka qo'yib qo'ymaysizlar? Yo'q, yozing uni ham. Hamma idealni tushunadi. Namorat bo'lganda nima bo'ladi? Fail to reject is not enough. U yo'q, bla 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 bo'lib ketaveradi. Yaxshi. Mana endi ichasida 4 ball berganlar. 95% confidence intervalini topib berishimiz kerak ekan petal bilan sepalni. Tushunasizlar? Mana u yoq deganim chunki tepali narsani bu yoqqa ko'chirib berishga 4 ball berish uchun sal odam anaqa bo'lish kerak-da. Mana 95% confidence interval berilgan ekan. Mana shuni pastga ko'chirib beradigansizlar. Mana nechidan nechigacha ekan? 1.77 dan nechigacha? 2 tochka 39 86 mana. Maksimumgacha, demak 95% confidence interval ekan. Eshityapsizlarmi? Bu nima degani? Interpret qilib berish kerak, bitta statement yozib berasizlar. Nima yozib berasizlar? Demak, mean difference haqida gapirib o'tdi. Mean difference 95% confidence interval bo'lganda minimum 1.772 dan maksimum 2.3986 gacha boradi deb yozib berasizlar English. Yo'q joydan to'g'ri. Qani o'tda calculation? Qani o'tda qiyin joyi zadaniya? Agar misol uchun shunday yozmasdan biz shuni yozib qo'ysak, bank beradi. Nima dangasalik bor? Menga oddiy narsani o'rgatyapman. Nima dangasalik qilasizlar? O'sha tushunmayapsizlar. Oddiy narsa, hop buni yozinglar. Demak, yozib berasizlar. Demak, mean difference minimum mamnusondan mamnusongacha ekan 95% confidence interval level bo'yicha deb yozib beringlar shuni. Dangasalik qilmasdan ozgina. Sizlar yozadigan narsa bo'lsa bo'ldi. Iloji bo'lsa bundoq atrofdan bundoq 10 km radiusda o'tib ketishingiz kerak. Nimaga? Yozinglar, qiyin emas. Hop, tema qiyin ekanmi? Birinchi savol. Bugungi tema absolutno qiyin tema ekanmi? Endi sizlarga bitta podskazkani aytay. Ertangi 10 balli tema bundan 2 barobar oson. Undan keyingi 20 balli tema ertangi temadan 3 barobar osonroq. Rostdan aytaman. Bu qiyin temaga kelganingda qiyin tema shunaqa bo'lsa, osoni undan ham oson bo'ladi. Men bekorga aytmadim, вообще oson. Ertaga ikkita slotda bo'ladi. Bolalar qizlar, endi u yog'iga dars o'tkazib yormaydi. Men hamma uchun aytaman, to'xtanglar. Men dars tugatmadim. Hamma uchun aytaman. Ertadan boshlab ikkita